Abduqodir Husanov Manchester City'da oy sovrinini qo'lga kiritishga juda yaqin. Manchester City rasmiy saytida yanvar oyi yakunlariga ko'ra jamoadagi eng yaxshi futbolchi nomiga da'vogar bo'lgan 3 nafar nomzodni e'lon qildi. Ro'yxatda himoyachi Abduqodir Husanov, yarim himoyachi Bernardo Silva hamda darvozabon Gianluigi Donnarumma bor. Qizig'i, bu nomlar orasida o'zbekistonlik Husanovning paydo bo'lishi muxlislar uchun alohida yangilik bo'ldi. Chunki u so'nggi haftalarda jamoa tarkibida qotib qolgan o'yinchilardan biriga aylandi. 21 yoshli himoyachi ketma-ket 8 ta uchrashuvdan beri shaharliklar safida o'zgarishsiz maydonga tushyapti. Yanvar oyi davomida City 9 ta bahs o'tkazgan bo'lsa, Husanov shularning 8 tasida ishtirok etdi. Bu raqamlar o'z-o'zidan ko'p narsani aytyapti. Bosh murabbiy ishonyapti, jamoa unga suyanyapti. Demak, u o'z imkoniyatini to'g'ri ishlatyapti. Endi navbat muxlislarga. Klub ovoz berishni yo'lga qo'ygan va maxsus havola orqali siz ham Abduqodir Husanovga ovoz berib, uning oy laureati bo'lish ehtimolini yanada oshirishingiz mumkin. Qisqasi, bu yerda bitta klik, bitta qo'llab-quvvatlash. Husanovning bunday ro'yxatga kirishi nafaqat uning shaxsiy yutug'i, balki o'zbek futbolining katta sahnada ko'rinish berishi uchun ham yaxshi signal. Shunday davom etsa, keyingi oylarda bunday nominatsiyalar biz uchun oddiy yangilikka aylanib qolishi ham mumkin. Video ostidagi link orqali o'zbekistonlik futbolchiga ovoz berishingiz mumkin.